Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga jo'nab ketdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-mart kuni davlat tashrifi bilan Fransiyaga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. 11-13 mart kunlari bo'lib o'tayotgan tashrif davomida Parij shahrida oliy darajadagi muzokara va tadbirlar, Fransiyaning rasmiy va ishbilarmon doiralari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bo'lajak muloqotlar kun tartibidan ko'p qirrali O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari o'rin egallagan. Savdo, iqtisodiy va investitsiya, moliyaviy sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, Fransiyaning yetakchi kompaniya va korxonalari bilan kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga e'tibor qaratiladi. Sammit yakunida hukumatlararo va idoralararo bitimlar to'plamini qabul qilish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, davlat rahbari UNESCO bosh direktori Orti Azule bilan uchrashib, tashkilot bosh konferensiyasining 43-sessiyasiga tayyorgarlik ko'rish va uni 2025-yilning kuzida Samarqandda o'tkazishning amaliy jihatlarini muhokama qiladi. Le Figaro nashrining ma'lum qilishicha, O'zbekiston prezidentining Fransiya tashrifi davomida energetika masalalari muhokamasida asosiy o'rinni egallaydi. Davlat rahbari Fransiyaga bundan avval 2018 va 2022-yillarda tashrif buyurgan. Fransiya rahbari Emmanuel Macron O'zbekistonga rasmiy tashrifi bilan 2023-yilda kelgan. Xayr, salomat bo'ling.